Sen kuchlisan, sen omadlisan, sen tajribalisan, sen muvaffaqiyatga erishgan va ko'p ishga loyiq, ko'p ishga qodir tajribali o'zbek qizisan. Chunki Alloh sen bilan, yaqinlaring sen bilan, sening ortingda senga ishonadigan, seni qo'llab-quvvatlaydigan butun xalq bor, vataning bor, yurting bor. Seni ko'ra olmasdan senga dushmanlik qilayotgan dushmanlaring qo'lingdagi o'yinchog'ingni xohladimi? Ber o'yinchog'ingni. Yo'lingda davom et. Yig'lama, kurash, harakat qil. Sen poksan, sen halolsan. Alloh yuqorida hammasini ko'rib turibdi. Ular senga qilayotgan yomonliklariga, qilayotgan botqoqliklariga o'zlari cho'kib ketishadi. O'zlari cho'kadi. Mana ko'rasan, tez kunda buni ko'rasan. Alloh yuqorida, Alloh buyuk. Sen Allohga topshir, natijasini Allohdan kut, vaqtdan kut. Qolganiga ahamiyat berma. Axir sen muvaffaqiyatli, omadli, kuchli, tajribali, har narsaga erishgan o'zbek qizisan. Ular kuysin, yonsin.